kiprigini bo'yasa ham nima deyiladi? Erga tegin kelib qoldimi? Erga tegin, keyin kiprigini bo'yaysan. Ko'zni mamnaqa qilib bo'yasin demayman. Nima uchun bizda qizlarda vaqtli turmushga chiqishga qiziqish uyg'onadi? Ahamiyat berganmisiz? Mana boshqa shaharlarda unaqa narsa yo'q. Boshqa davlatlarda hammasi o'qib, shaxs sifatida shakllanib, kechroq turmush quradi, lekin bizda qizlar juda ham vaqtli turmushga chiqish uchun xohish paydo bo'ladi. Sababi nimada? Qiz bola balog'at yoshiga yetadi, baribir chiroyli ko'ringisi keladi. U yomonligidan emas, u o'zini ko'rsatgisi kelib qolgandan emas. Bu fiziologik o'zgarish. Gormonli o'zgarish bo'lgandan keyin qarama-qarshi jinsga yoqqisi keladi, undan farq qilgisi keladi, chiroyliroq bo'lgisi keladi va bu norma. O'tish davrida o'sha nima qilinadi? Ozgina bo'yangisi keladi. Kiprigini bo'yasa ham nima deyiladi? Erga tegin kelib qoldimi? Erga tegin, keyin kiprigini bo'yaysan. Ozgina bir chiroyliroq kiyim kiyib qoldimi? Erga tegin kelib qoldimi? Erga tegin, keyin mana shunaqa kiyimlarni kiyasan. Ya'ni hayotni mazmunini kichkina qizlarga tarbiyani boshidan er bilan bog'lab qo'yiladi. Erga tegsangina shu narsalarga ruxsat beriladi deyiladi. Lekin elementar narsalarga, men aytmayman, uni ko'zni mamnaqa qilib bo'yasin demayman. Elementar kiprigini bo'yashga, elementar o'ziga oro berishga ruxsat berilishi kerak.